Görünürümüzde bu bizim bugünkü temamız inqilab degan nima, axloq degan nima, inqilab bilan axloqning qanday munosabati bor, inqilab axloq qanday bo'ladi, inqilab qanday bo'ladi degan tema bo'ladi. İnqilab degan tema haqida dunyoda shu siyosat bir qadar ta'siri bor deb qaralayotgan Aristotel, ondan demokratiya, cumhuriyet tashabbusi Russellning va inqilab atalg'usini voyaga turib sharhlagan Trotskiyning ve zamanımızdaki inkılap nazariyesi Charles Tilley'ninki bir qator nazariyalar orqali başlanışga to'g'ri keldi. Aristotel deydi, hükümet yoki ijtimoiy tartibni majburiy ag'dirib tashlab yangi bir tuzum o'rnatishni biz inqilab deb qaraymiz. Amaliyot ismidan chiqib turgandek inqilab jamiyat uzil-kesil bir o'zgarish bo'lishini ko'rsatadi. Haqiqiy inqilab mana bu sababdan tarixning bilinish nuqtasi qoladi. Shunga Russell deydi, inqilab tarixining büyük bilinish nuqtasi bo'ladi. Bir milletni hatta dünyani o'zgartiradigan uzil-kesil o'zgarish hodisasi inqilab. Ba'zi inqilab butkul jamiyatning asta o'zgarishiga bir necha avlod orqali yetishadi. Trotskiy deydi, bu inqilab deganimiz dal muhabbatning aksi bir atalg'u, u shu g'azabning palli sifatida eng yuqori ziyoga tavakkul qila oladigan portlash xarakterli bir e'tiqodning tirilish harakati deb sharhlaydi ekanda. Endi bu inqilab tinchlik yoki zo'rlik kuch orqali bir asos qonuniy bir asos qonunga bir davlatni o'zgartirgan yoki bir davlatning chegarasini o'zgartirish bo'lgan jarayonni barliqqa keltirgan bir faoliyat o'g'ashqa siyosiy inqilab ismidan chiqib turgandek bir qadar tuyuqsizlikni va bir zo'ravonlikni, yani shuni bilan birlikda uzil-kesil sistemaning yangilishini talab qiladigan butkul jamiyatni o'zgartirgan bir harakat ekan. Ammo Russellning deganidek ba'zida inqilobning butkul jamiyatning o'zgarishiga necha yuzlab vaqt ketgan gap. Masalan, Fransiyada Cumhuriyet inqilobi qarmoqli shunday tez bo'lganda ko'rindi, lekin 200 yil bo'ldi Fransiyada Cumhuriyet inqilobi davomlashyapti. Bilsizlar, Angliyada dastlab Cumhuriyet inqilobi o'tirib keldi, Kreml hokimiyatini egalladi, podshoh bo'lib oldi. Xitoyda Cumhuriyet inqilobi barliq kepchin so'rasini oldi, Yuanshkay podshoh bo'lib oldi. Undan keyin Jiang Zeshi 27-yil birinchi bo'lib 76 o'lgichilik garchi Tayvan qochgan bo'lsa, aşağıda o'tirdi. Mao Zedong diktator qarshi turman deb chiqib bu o'lgichi o'qitdi degandekda. Çünkü bu cumhuriyetçilikning umumlashish qatorliq masalalar bir necha avlod uzab ketgan, garchi ba'zi hodisalar, masalan, hokimiyatning almashishi, qator bugungi podshohning ati dog'i besilishi, masalan, bu xil masalalar tez bo'lganda ko'rinsimi, ushtum tutlar, lekin buning oxirida buning yushurun, biqta atadigan, yiltizadigan mezgillari va uni chechaklaydigan bik biraqsanlashgan bu jarayoniga necha avlod vaqt ketadigan bir ish bo'ladi. Shunga masalan, bizda aytgan sanoat inqilobi, ilm-fan inqilobi, mesela adabiyot san'atining gullanishi Yevropadagi degandek atalg'ular uzun davomlashdi, yüzyillab hatto asrlarda. Masalan, shu zamonimizdagi kichik huquq inqilobi deb qo'yamiz. Ondan ayollarningki o'zini huquqini qo'lga keltirishadiki, ba'zi bir siyosiy faoliyatlarni inqilob deb qaralyapti. Endi mushliqlarmi, masalan, Iranning siyosiy inqilobimi hozir qadar davomlashyapti deb qaralgan bo'ladi. Shunlashqa inqilob bir tarafdan ushtum tutulganda turgan bilan yani özünün bir neç türgün bölünürken bunun bazıları zorluk güçke ihtiyaç olmaydı. Mesela Amerika'da müstakillik uruşuğa okşaş, Amerika'nın Angliya'dan kurtuluş uruşuğa okşaş bazı bir inqilab hakimiyetinin ameliyatta bu ağdırılış diyen ne olursa inqilabda Angliya'dan evetildiğin hakimiyetinin Amerika'da tuğulga adamlarının destili şartlık siyasi tertibini ağdırıp yeni bir siyasi parçalış parlık keyen olsa bazı Rusya ve Cumhur'un inqilabı okşaş. Mesela Rusya Göktaben inqilabı ve Cumhur'daki Şıxay inqilabı okşaş, hükümranlıqның ve kanunun üzül-kesil özgürüşü arqılı ictimai, iqtisadiyyatla cemiyetin tükkül sistemisinin üzül-kesil özgürüşüne barlık keltirgan bir faaliyet. Hem Uygurlarning siyasi tarihi bunun o'xshash bir inqilab bo'ldi mu deb o'ylab bakıp ekanmizda. Endi qarasak, inqilablarimizning ko'lami, bostirilish darajasi, inqilabimizning olib kelgan oqibati, natijasi qatorliq masalalardan qaragan vaqtda gerçi biz bu Trotskiyning g'azabning palli sifatida eng yuqori ziyonga tavakkul qiladigan portlash xarakterlik bir e'tiqodning qilish harakatini barliq keltirgan bo'lsakmi, bu baliq tug'ilib bak uzun yaşanmagan bir ahvollarni ko'ryapmizda. Masalan, birinchi cumhuriyatimizga o'xshash, masalan, ikkinchi cumhuriyatimizga o'xshash. Nima uchun bunday bo'ladi? Nima uchun biz o'zimizning inqilobini yaxshi saqlab qolamiz degan masalalar qilib izlangandan keyin inqilobning bir axloqining bo'ladiganligini va inqilobning tuprog'ining bo'ladiganligini, navoda tuproqqa, axloq masalasiga, sistemaning mukammal yetilishiga ahamiyat bermaganda damonliqqa biz g'alaba qilayotgandek yo'limiz to'g'rida ko'ringan bilan oqibatda adaqqa g'alabani qo'lga keltirib olmaydiganligini turib ketdik. Masalan, ba'zi biz go'llab ba'zi bir ishlarni qilib olishimiz mumkin, ammo u ishlar bilan uzun bog'lanmaydi masalan. Xuddi shunga o'xshash inqilobdimi yolg'iz hissiyotning buzishi kifoya qilmaydiganligini, balki har qanday bir inqilobning oldida, keyinda biz bosirgan nurg'un atrofli qadamlarni bo'ladiganligini ko'rdik. Bu inqilob degan so'zning o'zini revolution deydi ekan inglizcha. Endi bu o'ttirda law degan gap ta'tir yezg'ili holatda ko'rindi ekan, arab bilan ta'tir yurgan vaqtda. So'ygi degan gapning ta'tirsi.
yani muhabbatning dan aksi bo'ladi ekanda. So'nglashqa bu muhabbatning eng qarshi tarafidagi so'z bo'ladi ekan, xuddi aqlning qarshisi qora bo'lganda. Keyin shundan boshqa muhabbatning harflari inqilobning naq markazini o'rnag'ashqa deydi. Jim Gordonninki bir asarda vaqtlarda to'xtatdi. Shu har qanday bir inqilobninki qo'zg'atuvchi kuchi, shu inqilob qatnashgan odamlarninki inqilobning naq markazida bir muhabbatning bo'lishi. Mayli ularning e'tiqodga, mayli ularning vatanga, mayli ularning bir falsafiy ko'z qarashga va yoki bir siyosiy tuzilmaga va yoki o'z amalga oshirmoqchi bo'lgan bir siyosiy g'oyaga qarata bo'lgan yuksak bir muhabbatning mush inqilobning o'ttirisida bo'lishi, ondan ularning osmon zamin o'zgarish yasab o'zining nishoniga uchun yo'l ochadi deb bir so'z o'ynatibdi. Yani onundan başka birden bir hakiki inqilab aqlni yoritish va xarakterni yaxshilash deb qaralgan bo'lg'achqa, ya'ni g'oyada haqiqiy inqilab o'z xarakterining ustidan isyon ko'tarish deb qaralgan bo'lg'achqa, har qanday bir inqilab eng dastlabki markazdan, ya'ni insonning o'zidan va insonning yurigidan boshlanadi deb qaralgan bo'lgan tashabbus bilanmi bu muhabbat degan gap inqilob degan gapning markazidan o'rnagan ekan.